Bu hayotda har bir inson bir marta bo'lsa ham biznes boshlash haqida o'ylab ko'rgan. Chunki dunyodagi millionerlarning eng katta qismi biznesmenlar hisoblanadi. Lekin nimaga hamma biznes boshlab boyib ketmaydi? Chunki biznes boshlash oylik ishlagandan ko'ra anchagina qiyinroq, riski katta va ko'p mehnat talab qiladi. Ko'p insonlar biznes boshlashadi va muvaffaqiyatsizlikka uchragandan keyin qaytib biznes sohasiga kirishmaydi. Men ham kichkinaligimdan biznes sohasiga juda ham qiziqqanman va yoshligimdan kim bo'lasang katta bo'lsang deysa, har doim biznesmen bo'laman deb javob berganman. Lekin u paytda men biznesmen deb faqatgina o'sha katta korxonalar bor, qanaqadir ishlab chiqarish korxonalari bor odam deb tushunardim. Endi videoni boshlashdan oldin o'zi biznes nimaligini tushunib olsak. Biznesni sodda qilib tushuntiradigan bo'lsa, bu pul evaziga odamlarga mahsulot yoki xizmatlar taklif qiladigan tashkilot hisoblanadi. Xoh o'zingizni mahsulotingizni soting, xoh xizmatingizni soting, buni biznesga aylantirish mumkin. O'zim misol qiladigan bo'lsam, men marketologman va marketing agentligi ochib turib, o'zimni biznesimni boshladim. Boshda hamma zo'r ketadi, lekin bir oy ichida 1 yil ishlab, mehnat qilib olgan narsalarimdan ayrildim. Telefonimni, MacBook'imni sotib turib, katta qarzga ham kirib qoldim. Nimaga bunaqa bo'ldi? Hozir sizlarga 5 ta sababini tushuntirib beraman. Agar siz ham biznes boshlamoqchi bo'lib yurgan bo'lsangiz, bu xatolarni takrorlamaslikni tavsiya qilib qolaman. Birinchi sababi bu yo'q pul evaziga rejalar tuzib olganim. Ha, to'g'ri eshitdingiz, hali qo'lingizga tegmagan pulga rejalar tuzib olish bu sizni kelajakda juda ham qiynab qo'yar ekan. Ya'ni kimdir bilan kelishuv qildingizmi, kimdir bilan qanaqadir hamkorlikda ish boshladingizmi, albatta oldindan predoplata olish kerak ekan. Predoplata olish imkoni bo'lmaganda rejalaringizni shunga qarab moslab tuzishingiz kerak bo'lar ekan. Menda nima bo'ldi? Bitta katta taklif tushdi, bitta mashinani pul evaziga polni bitta brendni bozorga olib kirib berishimiz kerak edi. Polni marketing uslugalar, xizmatlarini ko'rsatishimiz kerak edi. Hamma narsa ma'qul bo'ldi, ishni boshlaydigan bo'ldik va men ishni boshlash uchun grafik dizaynerlarga logo yasash uchun berdim. Ya'ni birinchi bosqichi bizda brending bosqichi edi. Logotiplarni grafik dizaynerlar tayyorlashga berganimdan keyin logotiplar tayyor bo'ldi va men uni klientga tashlaganimdan keyin u bizda remont ketyapti dedi va shunaqa ishni to'xtatib turishimizni aytdi. Men kelishuv bo'lgan paytda hech qanaqa predoplata olmadim oldindan va shu pulga qanaqadir rejalar tuzib olgandim. Ya'ni kursimni puli bor edi, uni to'lashim kerak edi va bolalarga oylik berishim kerak edi. Hammasini hisoblab, shuni ustiga rejalar tuzib qo'ygandim. Lekin ishni to'xtatamiz degandan keyin uje men qiyin ahvolga tushib qoldim. Ya'ni hisobimni oldindan olmagandim. Shuning uchun birorta ish boshlayapsizmi, qanaqadir kelishuv qilyapsizmi, uni puli hali qo'lingizga tushmasdan turib, u pulga hech qanaqa rejalar tuzib olmasligingiz kerak. Bu sizni kelajakda anchagina qiynab qo'yadi. Ikkinchi sababi bu olinmagan loyihalar uchun jamoa yig'ish. Ya'ni men oldin ham jamoa yig'ganman, lekin bir qancha o'sha menejmentda muammolar bo'lgani uchun jamoani tarqatib o'rgandim. Lekin orada kurs sotib oldim va bitta darsda o'sha polni komanda yig'ish va uni qanaqa boshqarish haqida dars bo'ldi. Shundan keyin men motivatsiyalarim oshib ketdi-da, hali loyiham 2 ta loyiham bor edi. Shu loyihani o'ziga men komandani yig'ib oldim va komandani yig'ganimdan keyin boshqa loyihalar olaveraman degan fikr menda bor edi, lekin katta adashgan ekanman. Har xil vaziyat bo'ladi. Aytganimdek bitta loyiha to'xtab qoldi. Bitta loyiha o'sha targetga byudjet ajratmadi. Ya'ni ikkitasi bizni byudjetimizni ko'tara olmadi. Shuning uchun faqatgina bitta loyihani ola oldik. Bag'dagi ikkita qo'shimcha loyiha bilan bizning xarajatlarimiz qoplanmadi. Uchinchi sabab bo'lsa, aniq kelishuv bilan ishlamasligimiz bo'ldi. Biznes boshlaysizmi? Albatta mijozlar bilan ham, xodimlar bilan ham kim bilan ishlaydigan bo'lsangiz, albatta aniq kelishuv qilib oling. Menda shunaqa narsa bor edi. Kim bilan ishlasam, ha, keyin gaplashamiz, keyin hal bo'lib ketadi deb turib, yaqin olib, shunaqa muomala qilib yurgandim. Lekin biznesda bunaqa hissiyotlar gapirmas ekan, biznesda faqatgina raqamlar gapirar ekan. Shu sababli kimdir bilan ish boshlayapsizmi? Albatta oldindan har bitta narsani detalni yozib, kelishuv qilib olishingiz kerak bo'ladi. Bankrot bo'lishga 4-sabab bo'lsa, bu boshqalarga ishonib qolish. Biznes boshladingizmi, hech qachon hech kimga ishonib qolmaslik kerak ekan. Men uydagilarim bor edi, ya'ni boshqa bir qancha qo'llab-quvvatlaydigan odamlar bor edi. Shularga ishonib turib, men qo'rqmasdan katta risklar qilib yurdim, lekin shuna qiyin ahvolga tushib qoldim va ular yordam berishlari ham mumkin edi, lekin men o'zimda qanaqadir ichimda ulardan yordam so'rashga uyaldim. Shu sababli ularga ishonib qolganim meni bitta minusim bo'ldi. Shuning uchun biznes boshlamoqchi bo'lsangiz, har doim o'zingizning harakatlaringizni inobatga oling va o'zingizning hisobingizni o'zingiz chiqaring. Hech kimga ishonib qolmasligingiz kerak bo'ladi. Baribir boshqalar yordam bergan taqdirda ham o'zingiz ich-ichingizdan qanaqadir ulardan uyalish hissi bo'lar ekan.
Beshinchi sabab bo'lsa, xarajatlarni ko'paytirib yuborish. Ya'ni men o'sha agentство ochganimdan keyin hali klientlarning pulini olmasdan turib, men hamma pulini chayvordim, texnikalar oldim, ofis oldim va xodimlarga ham o'sha qanaqa pul so'rashsa yordam berdim. Shunaqa qilib turib, oxirida o'zimning pulim tugab qoldi va ofis xarajatlari ham, agentство xarajatlari ham qoplanmadi va bu agentstvani qanaqadir qiyin ahvolga solib qo'ydi. Meni miyamda shunaqa fikr bor edi, ya'ni xarajatlarni qisqartirmagan, faqatgina ko'p pul topishga harakat qilgan degan fikr menda bo'lib turib, qanaqadir xarajatlar chiqib qolsa, qo'rqmasdan ishlatib yuborganim meni xatoyim bo'ldi. Xo'sh, endi bu xatolardan xulosalar chiqardik va o'zimizga yangi maqsadlar, rejalar qo'yib turib, ishimizni yana boshqatdan boshladik va YouTube'ga ham kontentlar chiqarishda men davom etaman va ponni shu muvaffaqiyatim yo'lida nimalarga erishayotgan bo'lsam, hammasini sizlar bilan bo'lishib boraman. Keyingi videolarda bo'lsa, shu men xatoliklarni qanaqa qilib to'g'rilaganim haqida gapirib bermoqchiman. Agar sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada o'zlaringiz fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Bu fikrlaring menga ham albatta qiziq bo'ladi. Hammaga rahmat, sog', omon bo'linglar.